Qasrlashlariga o'zinglar baho berasizlar. Kamidlarida. Bugun sizlar bilan baliq qovuramiz. O'n 15 minutga endi dam beramiz. Asosiy joyi mana bu ishda, xudo xolisa. Önümüzdeki ozgina tuz bilan ozgina paprikani aralashtirib olsak, noodatiy bo'ladi. Sallardan hamma yog'ini tuz olamiz. Xudo xolisa mana balig'imiz ham pishdi. Endi tamiga baho beramiz. Bismillah. Qasrlashlariga o'zinglar baho berasizlar. Kamidlarida. Bundan avval videomizda sousli salat qilganmiz, bu bilan zo'r chiqishadi. Xudo xolisa profilga kirib, podpiska tashlab qo'yinglar. Bundan ham qizig'lari oldinda yo'qotib qo'ymaslikka harakat qiling.